Uyg'urlarning qadimiy shahri Qashqar bilan O'zbekiston poytaxti Toshkent orasida 2 apreldan boshlab rasmiy yuk poyezdi qatnashi boshlangan. Lekin bu yuk poyezdi qatnashi Qirg'iziston orqali emas, balki Sharq Turkistonning Qo'rg'os eg'izi orqali Qozog'istonni aylanib mangadi ekan. Yuk poyezdi qatnashining atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partkom sekretari Ma Shunrining o'tgan oyning oxirlaridan boshlab Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq sobiq Sovet ittifoqi jumhuriyatlarini tuyuqsiz ziyorat qilishining orqasidan boshlanishi diqqatni qo'zg'adi. Xitoy hukumat taratqullarining xabarlarida Ma Shunrining ziyoratda qatnash ul aslahalar sohasidagi hamkorlikni kuchaytirishni, bo'libmi Qashqar Toshkent orasidagi Xitoy-Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini tezroq ishga oshirishni nuqtaliq ta'kidlaganligi qayd qilingan edi. Sharq Turkiston O'limalar birligidan tashkillangan bir hay'at Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini islom dunyosida kun tartibga keltirish plani bo'yicha 1 apreldan boshlab Indoneziyada Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tonishtirish faoliyatini boshlagan. Egilishicha, bu hay'at Sharq Turkiston O'limalar birligining muavin raisi Mahmudjon Damullan bilan O'limalar birligining bosh kotibi Abdurazzoq Qo'chatdan tashkillangan. Hay'at 1 aprel Indoneziya poytaxti Jakartaga yetib borgan bo'lib, 2 aprel Indoneziyada tonilgan va YouTube kanalida 2,5 milliondan ortiq agashguvchisi bor asosiy qonun doktori Repli Harun apandini ziyorat qilgan. Xitoy istixboroti uchun sonliq ma'lumot to'playdiganligi o'tirg'i qo'yilgan TikTok detali dunyodagi nurg'un davlatlar tomonidan jazoga uchirmoqda. Angliya uchur komiteti ishxonasi ijtimoiy aloqa subsi TikTok'ga bolalarning sonliq ma'lumotlarini qalaymaqon ishlatish qatorliq har xil sabablar tufaylidan 12 million 700 ming fond sterling jarima qo'yganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika va boshlig'ida Xitoyga tava jasuslik shar uchratganligi to'g'risidagi ayblashni yana bir qatim rad qilib, o'tgan qatimliq gaz shar hodisining kutilmagan bir ahvol ekanligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning 5 burjaklik binoning bayonotiga javoban biz bu faoliyatning burmilanishi va mubolag'a qilinishini rad qilamiz deb javob berdi. Shuning bilan birga Amerika va boshlig'ida etib tushirilgan gaz sharining bir qatim sezgir harbiy aslahalardan to'plangan axborotni Beijingga darhol yetkaziladiganligi o'tirg'i qo'yildi. Hindiston doiralari Xitoyning Hindistonning Arunachal Pradesh o'lkasiga tava talash tortishliq joylarning nomini o'zgartirishga uringanligini aybladi. Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Arnidan Bag'chi mundaq dedi: "Bu Xitoyning tunji qatim bundaq urinishi emas. Biz buni butunlay rad qilamiz" dedi. Xitoyning 2-dunyo urushi oxirlashgandan buyon bu orollarni kontrol qilib kelayotgan Rossiya bilan Yaponiya o'rtasidagi zamin majrosining temasi bo'lgan Karl taqim orolining Yaponiyaga tava ekanligini hamda e'tirof qilmaydiganligi o'tirg'i qo'yildi. Kyoto agentligining Xitoy diplomatik manbalarining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Xitoy prezidenti Xi Jinping oldingi rossiyalik mansabdoshi Vladimir Putin bilan ko'rishganda Yaponiyaning Karl taqim orollariga bo'lgan egalik huquqini qo'llashdan o'zini qochirib, Beijingning bu talash tortishga bo'lgan o'tiral maydonidan voz kechgan. Xitoyda hukumatning ziyonkashlik va diniy bostirishlardan qochgan bir turkum xristianlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qo'g'dishini talab qilayotganda Tailand qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy zulmidan qochib chiqqan Shinjin muqaddas islohot cherkovining 63 a'zosi va ularga yordam qilgan 2 amerikalik Tailandning dengiz bo'yidagi Pattaya shahridagi mehmonxonasida ko'chmanlar soqchilari tomonidan tutib ketilgan.